Assalomu alaykum. Milliy muhandislik platformasi YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda sun'iy intellekt yordamida reklamalarga video yaratishni o'rganamiz. Buning uchun bizga bitta sun'iy intellekt yordam beradi. ChatGPT birinchisi va Vid.io sun'iy intellekti video yaratish uchun. ChatGPTga kirganimizda birinchi o'rinda biz video yaratish mumkin bo'lgan sun'iy intellektlarni bilmaymiz. Shuning uchun video yaratish uchun bepul sun'iy intellektlar degan prompt yozamiz. U bizga turli xil sun'iy intellektlarni chiqarib beradi mana. Biz birinchisiga kirib oldik. Mana matndan video yaratish imkoniyati bor. Vid.io. Ularni ham sinab ko'rishingiz mumkin o'zingiz. Capline, LibAI Video Generator, Invite AI, Vidnos AI, Steve AI, Ismate AI, Randall Forest AI'larni kuzatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz bu yerga kelganda yaxshi, endi Vid.io'ga o'tib olamiz. Vid.io bu ishchi oynasi, interfeysi. Biz bu yerdan turli xil avatarlarni, turli xil videolar qo'shishimiz mumkin. Reklamamizga mana Generate tugmasini bosamiz va Add Character, ya'ni charakterni tanlaymiz. Qaysi odamni gapirtirmoqchisiz? Siz buni tanlab olasiz. Men bu insonni tanladim, avatarni. Bu yerga speech tugmasini bosamiz. Bu yerda 90 ta so'zgacha speech beradi. Sizlar bu yerdan ovozni tanlashingiz mumkin. Brian, turli xil Amerika ovozlarida, aksentida, Xitoy tilida, turli xil ozarbayjoncha, arabcha, turli xil tillarda yozdirishingiz mumkin bu reklamani. Turk tilida, mana. Yaxshi. Endi biz buni ingliz tilida qilamiz. Bizga mahsulotimizni nima haqidaligini birinchi bilib olamiz. Misol uchun men soat haqida o'zim prompt yozdiraman hozir ChatGPTga. Mana tayyor yozilgan. Soat reklamasi uchun menga odam gapiradigan, misol uchun Rolex soat haqida inglizcha matn tayyorla. Reklama uchun 1 minutlik deb yozdim. Bu yerda mana 1 minutlik skript yozib bergan. Buni bo'lib biz yozishimiz mumkin bo'ladi. Bitta-bitta qo'yib chiqamiz mana. 90 tagacha bizga imkoniyat beradi. Add speechni bosamiz va Generate tugmasini bosamiz. Biroz vaqt oladi. Ozroq kutib turamiz. Time is more than just seconds ticking away. It's a reflection of who you are. Time is more than just seconds ticking away. It's a reflection of who you are. YouTube Shorts'larga qo'ysalar bo'ladi. Time is more than just seconds ticking away. It's time is more than just seconds ticking away. It's a reflection of who you are. O'ta realistik video tayyor bo'ldi. Yaxshi, bu yerdan yana ham kuchaytirishimiz mumkin bu sun'iy intellektda yozilgan narsalarni. Yana qo'shimcha videolar qo'shishimiz mumkin, buni davomiga yana tayyorlashimiz mumkin. Buni davomi qo'shimchasini qo'shib qo'ydim. Time is more than just seconds ticking away. It's a reflection of who you are.
ingliz tilida yaxshiroq tayyorlaydi. Sun'iy intellektlar doim original ovozda bo'ladi. Yaxshi, endi bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Keyinchalik o'zingizni brendlaringizni, videolarni shunday yaratishingiz mumkin bo'ladi. Hali bu sun'iy intellektlarni hali ko'rmadik. Sinab ko'rishingiz mumkin. Hammasi tekin va tekstdan videoga o'girib berishi mumkin. Xuddi shunday bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'ling.